Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarga Romovod korxonasining eng unikal va deyarli Toshkentda ko'pchilikda uchramaydigan stupenkani turi bilan tanishtirmoqchimiz. Ya'ni mana ko'rishingiz mumkin. Qayrag'ochdan yasalgan stupenkalarimiz, ya'ni zina pog'onalarimiz hisoblanadi. Kelinglar, mana sizlarga 3 xili bor. Hozir birinchi, ikkinchi, uchinchi versiyani alohida tushuntiraman va nima farqi borligini sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bu ko'ryapsizlar, qayrag'och yog'ochchi boshqa yog'ochlardan eng asosiy farqi shunaqangi yirik daraxt teksturasida va g'adir-budur effektida. Qo'l bilan ushlaganda, oyoq bilan bosganda ham g'adir-budurligi shundoq bilinib, tabiiylikni maksimal his qilish imkoniyati bo'ladi. Bu qanaqasiga yaxlit holati turibdi, shponmi deydigan bo'lsanglar, yo'q, bu narsa shpon emas. Bu sendvich texnologiya deyiladi. Mana ko'ryapsizlar, yarim santimetr qalinlikda qayrag'ochni birinchi biza kesib, keyin orqasida o'zini yog'ochidan bo'lak holatda to'qib, ya'ni pressda 2 qavat qilib ustma-ust yopishtiramiz. Undan keyin mana oldi qismiga yog'och aylantiramiz. Bundan qayrilgan qismlarini oldiga yog'och aylantirib, yaxlit yog'och holatini biz keltiramiz. Bundan asosiy maqsad nima? Nimaga sizlar bunaqa 2 qavat qilasizlar deydigan bo'lsanglar, bu bizning sendvich texnologiya deyiladi. Buni eng asosiy sababi yog'och tabiiy narsa bo'ladi. Maksimal darajada quritib yaxshi ishlov berilsa ham, agar mana shunaqa katta yaxlit yog'och qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bu vaqt o'tgandan keyin qiyshayishi, o'ynashi kuzatiladi va bu zina bitgandan keyin ertaga g'irchillash, boshqa narsalar bo'ladi. Shuning uchun xuddi shunaqa 2 qavatli, orqasidan bo'lak qilgan holatda sendvich texnologiyada biz yasaymiz. Bu qayrag'ochimizning birinchi varianti, bizadagi eng qimmat va eng premium va barcha premium mijozlarimiz tanlayotgan yechim hisoblanadi. Endi buni ikkinchisi bor. Endi xuddi shu narsa, faqat rangi boshqacha. Buni ham bitta mijozimizning maxsus buyurtmasiga asosan shunaqa rangda, cho'mli rangi, tilla rang effekti chiqarib berganmiz. Ikkalovi bir xil yog'och. Buni ham texnologiyasi xuddi shunaqa, yarim santimetr tepasida yog'och yopishtirib, yaxlit stupenkani holatini olganmiz. Lekin buni faqatgina tagida o'zini yog'ochidan emas, 2 qavat 1.6 MDF jami 32 mm qalinlikda MDF ustiga, ya'ni 5 mm qalinlikda yog'och yopishtirganmiz. Vizualni sizlarga ko'rsatgan birinchi mana bu stupenkamdan hech qanaqa farqi yo'q. Buni asosiy farqi faqatgina tagida bo'ladi va narxida bo'ladi. Narxi ko'p farq qilmaydi, ozgina arzonroq bo'ladi. Tagida yog'och emas, MDF bo'lgani uchun. Hammasiga eng kamida 5 yil garantiya beramiz. 16 yildan beri o'zi Romovod ishlayotgan bo'lsa, bizani 16 yildan beri yasab kelayotgan eng ko'p zinalarimiz aynan mana shu texnologiyalar hisoblanadi. Va undan keyingisi uchinchisi, hamma bilgan an'anaviy uslub. Bizda Toshkentda, O'zbekistonda yong'oq yog'ochi juda ham mashhur. Hammasi aynan mana shu texnologiyada bo'ladi. Mana botini ko'ryapsizlar, botda hech qanaqangi MDF yoki sendvich qilib 2 qavat, 3 qavat qilib stupenkalar ulanmagan holatda. Bu yaxlit yog'och hisoblanadi. Bu ham bu faqatgina mana bu yog'i zamok holatda ulanadi. Birinchi yog'och baribir kesiladi, yaxlit bo'lmaydi hech qachon. Kesib, buni qayta zamok holatda ulab, mana orqasida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yaxlit stupenka holatiga biz keltiramiz. Narxi mana bu birinchi ko'rsatgan versiya bilan bir xil yuradi buni ham. Faqatgina bitta buni minusi struktura kesilib ketadi. Sendvich texnologiya bo'lmagani uchun. O'sha bitta minusi. O'shaning uchun ham bizdan qayrag'och tanlasa, mana bu versiyani juda ham kamdan kam holatda tanlashadi. Mana shu ikkita versiya eng optimal variant hisoblanadi. Agar sizlar mana shu qayrag'och zinalarimizni narxlari haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, pastda telefon raqamlarimiz bor, bemalol aloqaga chiqib ma'lumot olsanglar bo'ladi. Sizlarning uyingizga zina qildirish kerak bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab biz yasab berish imkoniyatimiz bor. Asosiy manzilimiz, ya'ni bizning showroomimiz Toshkent shahrida, Jomiy bozorining yaqinida joylashgan. Hammanglarni showroomda kutib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'ladigan bo'lsanglar, bundan tashqari barcha stupenkalarimiz, zinalarimiz, bitayotgan uylarning obzorlarini sizlarga joylab boramiz. Xayr, salomat bo'linglar.